Aftaptan nuru düşüp, benim kızıl noktamı gözüm göremeye kaldı vatandaşım. Geçiremeyim. Endiki eleşimizin mavzusu Cenubi Deniz'de xatarda xalas buluşda g'alaba qildi. Lekin Jungo'nun etrafında 3 çoğun kriz mavcut mavzuluk maqala 10 ayının 24 günü doyu torbiyeti dilan qılın. Xabar mundaq ko'rsatildi. Xabarda Jungo'liklar mundaq hesaplaydı ekan. Filipinning ilk daldosh prezidenti Jungo'ni ziyorat qilib, g'alaba qilgandan keyin yak diplomatiya sohasi Jungo o'zini g'alaba qildim deydi. Filipinlik daldosh Jungo'ni ziyorat qilgandan keyin. Jungo'ni ziyorat qilib g'alaba qilgandan keyin agar Filipin Janubiy dengizda Amerikaning Janubiy dengiz ig'vogarchiligida pechka bo'lib xizmat qilmaydiganlar bo'lsa, Vyetnamda saylamdan keyingi pozitsiyasini o'ylaganda Janubiy dengizdagi Vyetnamda saylamdan keyin saylanganlarning pozitsiyasini o'ylaganda Janubiy dengizdagi biron chapqon o'tib ketgandek ko'rinadi. Amerika va Yaponiya qurgan sirtki davlatlar Filipin, Vyetnam, Yaponiya qo'rg'inning sirtidagi davlatlar Filipin, Vyetnam qatorliq bu rayondagi davlatlarning moslashishi bo'lmasa Janubiy dengizda shamol chiqarilmaydi. Filipin, Vyetnam qatorliq davlatlar Yaponiyaga, Amerikaga moslashib berilmasa, bu dengiz bu rayonda Amerika shamol chiqara olmaydi. Hozir Jungo Janubiy dengiz xatardan qisman bo'lsa-mu g'alaba qildi deydi, ma'qul deydi. Jungo hozir Janubiy dengiz masalasida g'alaba qildi. Universal matbuotlar 10 ayning 23 kuni bunday xabar qildi. Gerçi Jungo Janubiy dengizda xatar ustidan g'alaba qilgan bo'lsa-mu, lekin Jungoning atrofida, ya'ni 3 yerda xaym xatar texama gavdalanmoqda. Bu 3 yer, ya'ni 3 makon Chawshan yarim oroli. Ikkinchi Sharqiy dengiz, uchinchi Tayvan bog'i. Nemishki bu 3 o'rinda 3 xil xatar yuz berdi. 3 xil xatarning omillari tuvandikcha deyildi xabarda. Birinchi, Janubiy dengizi Jungoni chekib boqadigan nuqtalar kam bo'l. Amerikaning Osiyo Tinch okeani siyosiy, ya'ni ilgirlash kerak. Shunga boshqa nuqtalar texami zo'r besimga uchraydi. Ikkinchi, Chawshan yarim oroli, Tayvan bo'g'ozi va Sharqiy dengiz geopolitik siyosat vaziyati kun sayin yomonlashdi. Bu 3 makon kelgusida intayin zo'r o'zgarish yuz beradigan joylardir. Diqqat vatandosh. Sharqiy dengiz, Tayvan bo'g'ozi, Chawshan yarim oroli bu 3 makon, 3 yer, 3 rayon kelgusida zo'r o'zgarish beradigan yuz beradigan rayonlardir. Üçüncü, Amerika, Yaponiya, Koreya hamda Sayyiman hukumati qatorliq davlatlarning ko'nglida sambar. Ularning manfaat talablari muayyan fursat ostida o'ttirg'i chiqadi. Ularning manfaat talablari muayyan fursat ostida o'ttirib, undaqda bu 3 makonda qanday xatar yuz berdi? Chawshan yarim oroli. Koreya bilan Amerika munosabatining yaqinligi Koreya yarim orolida xaym xatarni kuchaytirdi. Belki ma'lum ahvolda vaziyat kontrollikdan chiqib ketishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni cheklash jihatda mutlaq ustunlikka erishmoqchi bo'ladi. Albatta shundaqda. Bundaq ahvolda Jungoning qattiq qarishtirishiga uchraydi. Jungo qarishtirdigan bo'lsa, Amerika bilan Jungoning qarshilishi kuchayadi. Tinch okeandagi ikki cho'ng davlatning harbiy kuchi strategik qarshilashning kuchayib ketishi Tayvan makon nuqtasidan qaraganda Koreya yarim oroliga markazlashadi. Makon nuqtasidan qaraganda bu yer va Tayvan emasa, bu yer makon nuqtasini aytganda Koreya yarim oroliga markazlashadi. Bunda kuchlar ostida bexatarlik jihat yarim orolda portlash xarakterli vaziyat o'ttirg'i chiqadi. Chawshancho bir cümle sözlen sözlegende bu devlet yadro çoğun devlet olmakçı. Bunda ahvalda eğer Chawshan, Koreya ile Amerika'nın mevcutluğu tehdit saldı dep qaraydigan bolsa, o adettin tashqari hareket qilishi mumkin. Shuning uchun Jungo uchun aytganda, Chawshan yarim oroli puruq hidi qaplab turgan, puruq hidi purab turgan bir rayondir.
Amerika bilen Jungo qattiq elishqanda bu yerda miltiqdan o'q chiqib ketishi mumkin. Bundaq ahvolda Jungo ziyonkashlikka uchraguvchi bo'lib qoladi-da, millionlagan musofirlar Chavshandan Jungo qorovliqqa yopirilib kelishga boshlaydi. Tayvan o'zgarishchanligi Tayvandagi o'zgarishchanlikmi bu zo'r bir makon sifatida mavjuddir. Jungo uchun aytgan intayin xatarlik Tayvan bo'g'iz, ya'ni Tayvan masalasi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo va Tinch okean rayonida tamponlashtirish ehtiyoji tufayli Yaponiya Amerikaning kuchi orqali Jungoni cheklash ehtiyojidan Amerika bilan Yaponiya kelgusida Tayvanni qo'llab Jungo bilan qarshi. Yaqin kelgusida Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiya Tayvanni qo'llaydi deydi Xitoy tahlilchilar. Shuning bilan qarshilashadi deydi. Prezident Tsai Ing-wen Tayvan mustaqilligini ilgari surdi. Asosiy qonunni o'zgartirish va umumiy xalq bilan tashlash referendum o'yinini yana bir qatim o'ynaydi. Tayvan qonunliq mustaqil bo'ladigan chakka yetganda, ya qonun bo'yicha Tayvan mustaqillik jakalaydigan chakka yetganda markaziy hukumat harbiy vositalarni ish qiladi. Bundaqda Tayvan bo'g'izdan vaziyati undaq bo'ladi ekan, Sharqiy dengizdan vaziyati undaq bo'ladi ekan, Chavshan Koreya yarim orolining vaziyati undaq bo'ladi ekan. Demak, bu 3 nuqta Jungo garchi Janubiy dengizda hozir kichkin tinchigan, yoki o'zining og'zi bilan aytganda g'alaba qilgan bo'lsa-mu, lekin 3 rayonning masalasi Tayvan bo'g'izi Tayvan, Chavshan masalasi Koreya yarim oroli, shundaqli Sharqiy dengiz. Bu 3 rayonda bundan keyin vaziyatning o'zgarishi jiddiy bo'ladi deb yozibdi Xitoy tahlilchilar.